Ovozli kitob taqdimoti. Assalomu alaykum hurmatli radio anglaguvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nuzugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'migan mushu kun qolganmidi? Bular erlarning azobligini oz degandek, qizlarimizga kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Qumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mung tushdi. Men nuzukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nuzugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Qizimni qo'yib yutinglar. İflaslar. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqamni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdi. Erlariga aytsilichu, qanday xizmatlari bo'lsa men tayyor. Faqat meni biriga bermisili bo'ldi. Deb yana yolvurdi Nuzugum. Onun gapini anglab qolgan Shisan Daloyi bu Oyshamdan so'radi. Ha? O yana nima deydi? Bu Oysham Shisan Daloyiga Nuzugumning talabini aytdi. Daloyi Nuzugumning bosh oyog'iga bir qo'r qarab chiqib beshini eg'itib, "Xo'p, hozircha uyda yuraversin, keyin ko'ramiz. Ammo qochadigan bo'lsa, meningdan yaxshilik ko'maydi. Senmi yaxshilik ko'maysan? Uqdingmi?" "Xo'p bo'ladi." dedi bu Oysham bir oz vaqt bo'lsa-mu Nuzugum bilan birga yashaydiganligiga xushal bo'lib. "Mening qo'limdan kelsa-ku, silini qo'limdan chiqarmaydim. Ammo bularning aytqaniga ishonish tas. Hozircha ruxsat qildi. Men u xoli bo'lganda yana yolvurib ko'raman." dedi Nuzugumga bu Oysham. Ilgari Qashqar bog'laridagi uzum soyillari bilan atrofi qip-qizil gullarga purkangan hovlilarda hayot kechirib kelgan bu ishki juvon amdi G'uljidan oncha yiroq emas, Ko'raning chetidagi 4 tom bilan qo'rshilgan uylardan biriga so'linib qoldi. Ular Shisan Daloyi hukumat ishi bilan boshqa yurtlarga ketganda oromxo'da o'ltirib ko'ngillarini xush qiladi. Nuzugum mol so'yilgan kunlari uning uchay qiyrinlarini tozalab, qozon beshidan neri ketmay ishlaydi. U endi bu Oysham tunish bilishlarni tepib, Qashqar tarafga qochirvatgicha Daloyi meni biriga xotinlikqa berib etmasa bo'ladi deb o'ylaydi. Bir turib Daloyi aroq ichib kirgan kechalari och bo'rlardek yenimga kirib kelmasa bo'ladi-ku deb qo'rqatdi. Olti shahar tarafdan bu yerlarga surgun qilinib, qullarning o'rnida ishlab yurgan Uyg'urlarning ko'pchiligi Mo'ng'ullarning dehqonchiligini qilib, melini beqib, temini so'qib, xizmatini qilib yuradi. Nuzugum bu bechoralarning echinishlik ahvollarini ko'rib, bularning hol ahvoli og'ir ekan deb texmi cho'nqur hasrat chekatdi. "Hay, Nuzugum, yomonlikni ko'may yaxshilikning qadri yo'q deb beka aytilmabdi ekan. Biz Qashqarda xuddi yog'ning ichidagi bo'rakdek yurib tikanmiz. Ba'zi chaqlarda suvni ko'may o'tik selibmi yurgankanmiz. Japoning eg'irini tatib, o'z huquqidan ayrilgan Uyg'urlar mushiyaq tikan. Monju amaldorlar bilan Mo'ng'ul noyallar bu yerga Uyg'urlarning chiroyli qizlarini ko'rib qolsalar, ota-onasining oqsariga qaramay urib tillab tortib oladi ekan. Shunga mundaq zo'rliq chidayolmagan ba'zi Uyg'urlar kun petish tarafdagi Olmali degan yoqqa ketib qopti. Agar sizlarga fursat kelib qochqudek bo'lsalar, shu tarafga ketsalar, bo'lmasa, bu kasopatlar baribir tutib oladi. Olmali degan nadir ekan? deb so'rdi Nuzugum bu so'zni bir necha qitim anglagan bo'lsa-mu, ammo uning nadiligini aniqroq bilib olmoqchi bo'lib. Eli daryosining eqishi bilan qibla tarafga qarab mengayversa, shu yerga bog'li bo'ladigan o'xshaydi. U yerlarda O'rus degan iqlimlar bormish. Agar yeydigan rizqim bo'lib, bularning qo'lidan qutulsam, Qashqarga ketolmasam, shu yoqlarga bo'lsa-mu ketaman. Anglashimcha, bu yerlarga qaraganda u taraflarda kichkina bo'lsa-mu erkinchilik bormish. Endi bizga Qashqarni ko'rish yo'q o'xshaydi.
Uning ustiga qorong'u qishloqmi yiqilishib kelyotidi. Hozir muzdavonnimi qor besib ketgandi. Bizga o'xshash talaysizlarning Qashqarda tug'ilgani bilan u yerning tuproqida o'lish yo'q o'xshaydi. Uning ustiga munuxaqning tilini bilmay, qacha odamdek o'y maqsadini uqtiramay qiynalganimcha dehi. Bu Aysham, bizning endi ko'z yosh qilib aytadigan naqshidan boshqa hamroh bo'g'idek nimamiz qoldi deydilar. Hilimi qayg'u muңimizni kichkina bo'lsa-mu unutildiradigan naqshlarimiz bor ekan. U deganlari to'g'ri. Ojiz haq degan hech narsaga kuchi yetmaganda ishki ko'zi bilan naqshiga zo'rlaydi ekan. Men ba'zida ko'z yoshlarimni to'kib yig'lasam, ba'zida dimiqimda bo'lsa-mu g'ingshib naqshi aytib qo'yaman. Ba'zida silining cho'l boyavallarda qaychib, mökünüp tartgan japalarını o'ylab, tonglarni uxlamay atqizaman. Jabr japoni toza tatdilar ha nuzugum. O tarafini so'ramisizlar. Qo'mishliqlarda qandoqmi qo'rqmay kechalarni o'tkazgandilar. Boshqa kelganda odam degan botir bo'lib ketadigan bu Aysham. Rost deydilar. Ikkimiz ayrilib ketgandan keyin boshdan kechirganlarini aytib basilichu nuzugum. Qayg'u dardni aytib-atsimi odamning ichi bo'shishib, yeniklashib qoladi emasmi? Men cho'ng yulduzga borganda baqamni uchratdim. Nima deydi uymuni xotun? Baqam u yoqlarda nima qilib yuribdi? U yoq qirg'izlarga qo'shilib, bizga hujum qilgan kechasi yarda bo'lib, cheriklarning qo'liga tushib qolgan ekan. Ularni meni setib olgan Noyanga setibdi. U meni ko'rgandan keyin Noyan bilan elishib uni yarlandirdi. Keyin uning nima bo'lganini bilmadim. Biroq bir-birimizni yiroqdan ko'rganimiz bilan uchrashaolmadik. Noyan uning mening erim ekanligini bilib, put-qo'llarini kishallab menga ko'rsatmay, qayoqqadir aketdi. O'ltirib etdi deyman. Oradan bir necha kun o'tib, o'z aksiga kelib, kuch-quvvat yig'ib qolgan Nuzugum bu Ayshamning iltimosiga asosan o'zining tortgan jabr jafolarini qo'shiq qaytib naqshi aytib berdi. Qo'mush aralab kun tushdi, yolg'iz beshimga mung tushdi. Men Nuzukni tutishqa so'lun cheriklar chiqdi. Kirsam Qashqar yo'liga, Qashqar yo'li yo'l bo'lg'ay. Nozuk aciz bendini bir Xudoyim saqlag'ay. Qo'mushliqqa o't qo'ysa, qechib kiray daryoga. Hargiz xotin bo'lmayman, so'lun yuzi qaraga. Uning og'zidan chiqqan bu naqshilar to'limi mo'ngluq ovoz bilan yangradi. Ko'zidan to'kilgan yoshlar bo'lsa, naqshining mo'ngini texmu kuchaytdi. Bu naqshlarni anglab yetib, Büyü Ayşemmu hasratlik ko'z yoshlarini to'kdi. Ammo Qashqarlik juvonlarning xoli bo'lsalar, boshqa ayollardan o'zlarini chetga tortib, o'zaro paranglashib yurishlari Shisan Daloyeni o'ylantirib qo'ydi. U qo'lidan har balo kelishi mumkin deb o'ylaydigan Nuzugumning ayoliga har xil gaplarni o'rgatib, uni yo'ldan chiqarib yetamdikan deb cho'chishga boshladi. Bir necha kun cho'ng yulduzdagi Boyir Noyan kelsa, Nuzugumni shuningga qaytirib berib yetaman deb yurgan edi. Lekin u belini ko'tarolmay yetib qolg'achqa kelmadi. Shunga endi Daloyi bu xotinni biriga setib sanduqiga yambu selishni o'yladi. Bir turib bunda qilishqami ko'ngli unimaydi. U bir necha kun Nuzugumga qanot so'rab beqivedi, uning yaqin yo'latmaydiganligiga ko'zi yetdi. Shuning bilan u xotinining Nuzugumni mushu uyda elib qilib xizmatkor qilib elish to'g'risidagi so'zlariga qo'shilmadi. Aksicha, bularning oppoq-chapoq bo'lib ketganida bir gap bor. Ularni chapsonroq ayirib etmasam, beshimga bola tepib olaman degan niyatga keldi. Nuzugumni biriga berib etish haqidagi o'yini sezgan Büyü Aysham Daloyiga ko'z yoshini to'kib yolvordi. İşkimiz o'lgichi qo'lingiz bo'lib qolayli. Bizni ayirib etmang. Mening ko'nglimni ko'tarib yurgidek birdan bir odamim o'sha Nuzugum bo'lib qoldi. Yo'q, Nuzugum yomon xotin. U sana gap o'gitib, yo'ldan chiqarib, yomon ishlarga boshlashi mumkin deb boshida aytgan edim-ku. Boyqisam, o'sha xotin bizning uyga kelgandan beri senmi o'zgarishga boshlading.
Daloyi bu xotunni o'pcho'rdiki birariga bergani bilan ikki qashqarlik cho'konning bir-birini kunda bo'lmasimu kunida ko'rishib qoladiganligini o'ylab, Nuzugumni daryoning u qaytidagi biriga setib etib, ketsi kelmas qilishning amalini izladi. Aslida bu chaqlarda Qashqarning go'zal qizlaridan xotinlikqa elishni alohida otoq obro'y hisoblab, bir-biri bilan uzangi so'qishtirib yurgan Monju amaldorlari bilan Mo'ng'ul do'rg'ilaridan boshqa daryoning u tarafidagi sumullarda turadigan Shiba Solularning boylari va amaldorlari mu ko'p edi. Buni yaxshi biladigan Shisan Daloyi Nuzugumni sumulda turadigan Motibu degan og'inisiga setishni muvofiq ko'rdi. Do'stidan ayrilishning vaqti soati yaqinlashayotganligini sezgan buvi Oyshamning ruhi tushib, miskillashib qoldi. Taqdir ikkilanga birga yashashni buyurmagan bo'lsa kerak. Mana yana ayrilish vaqti kelib qoldi. Bo'libmi sizlarning söygan yarimga bo'lgan sadoqatligimni saqlab qolaman deb, boshlariga ko'rmang jabr jafolar tushsimu, hammaga bardoshlik berib kurash qilib kelayotganliklariga bekmi qoyilman. Lekin men sizlarga yar yo'lak bo'lib bir ish qilay desam, qo'limdan kelmaganiga echinaman. Zaman mundaqla o'tib ketmas Nuzugum. Bo'ldi, ko'ngillarni yerim qilmasizlar. Ishkimizning qo'lidan hech nima kelmagani bilan boshqalarmi bog'u? Sizlarning necha kundan beri holimdan xabar elib turganlarga rahmat. Bu chaqda Shisan Daloyi Nuzugumni sumulda turishliq bir solunga setib, uningdan olgan yambularini sanduqiga selib bo'lgan edi. Amdi yolvurib ko'z yosh to'kkani bilan hech narsa chiqmaydiganligini bilgan Nuzugum buvi Oysham bilan quchoqlashib, yig'lashib xo'shlashdi. Ko'rishamisak xo'sh buvi Oysham. Men agar u solundan qutulib ketamsam, o'lib olaman. O'limni og'izlariga olmasizlar do'stim. Xudoyim bu dunyoda 5 kun bo'lsa-mu, kunning seriqini ko'gili nisib qilsin. Pichoq so'ngakka taqilib kelyotdi qarindishim. Mubada sizlarning ishlari ro'naq tepib Qashqarga bog'idek bo'lsalar, meningdan al-yurtga salom aytsinlar. Nuzugum hayotining oxirgi daqiqalarigacha sevgan yari boqamga pok sodiq bo'lib qoldi deysilar. Buningdan ham qilmasizlar Nuzugum. Xalqimiz sizlarni hargiz unutmaydi. Ishkimiz bu egiz tomning ichidan chiqolmay, hammadan bexabar bo'lganimiz bilan Eli tavasining Uyg'urlari sir tuturib, bizning qayg'u-mungimizga qo'shilib yig'lamoqda. Ularning hammasi sizlarning tinch omon qutulib ketishlarini tilamoqda. Hozir Eli tavasining hammali yerida faqat sizlarning gaplari, sizlarning ish harakatlari ularning orasida rivoyatga aylangan. Shuncha odamning ohuzari, Tangri tog'laridan eshib, bizning yurtlarga yetib boradi. Xo'sh qarindishim. Xo'sh buvi Oysham. Otliq solullar Nuzugumni elib manqanda, buvi Oysham eri Shisan Daloyining silkishlab, tilla hollariga qaramasdan ko'chaga chiqib varqirab yig'lab, Nuzugumning orqasidan agashdi. Men yana qonqir qaqshab yolg'iz qoldim-ku Nuzugum. Yaratgan Xudoyim, menim sizlar bilan birga akasi bo'lmamdi. Deb yig'layotgan buvi Oysham sepil darvozasiga yetmayli yiqilib, o'rnidan turolmay qoldi. Nuzugum uning aytgan so'zlarini anglagandan keyin ko'nglida andiki xo'jayini bo'lgan Suluning qo'lidan qochib qutulishning umid uchquni lovuldashga boshladi. Alomat bir Uyg'ur cho'kinini qo'lga tushirganiga bir ishonsa, bir ishongusi kelmay, shirkayib ketib borgan Solun Nuzugumning xushal bo'lish o'rniga yig'layotganligini ko'rib hayron edi. Hey, bizdan boshliq. Mundaq odamga tekkan ayol xushal bo'lishi kerak. Sening yig'lig'ining nimasi? Deyishdi, uni qo'rshab kelayotgan Solunlar egiz ko'ran otga minib, uchisiga qizil duxovidan kalti chopon, beshiga bulg'un quloqcha kiyib olgan. Oslan ninkiga o'xshash ko'zlaridan o't chaqnab turgan. Bo'y turqi ancha egiz emas o'ruq amaldarni ko'rsatib maqtandi. Amaldar bo'lsa ko'zlarini texmi xumorlashtirib, Nuzugumga helidan heli qiyo beqib, yeniga esib olgan agri qilichining sepini silab tutib qo'yatdi. Dastlabda amdiki taqdirim qandoq bo'lar degandek beshini ko'tirmay, urib kelayotgan Nuzugum Eli daryosiga yaqinlashishi bilan mundaq yig'lavergandan hech narsa chiqmaydi ekan degan yerga keldimu,
ko'z yeshini surtib, bulardan qutulishning amalini izlayotgandek o'pcho'risiga qaradi. Daryo qaynam hosil qilib davolg'ib oqmoqda. Bu suvimni tushib ko'rdim. Umi ancha vala dahshatlik emaskan. Hozir o'zimni o'sha daryoga tashlaymikin, deb o'yladi. U daryo bo'yida etidan tushib, kemining kelishini kutib turgan so'lullarning har bir harakatini kuzatishga boshladi. Bir chaqda qilin taxtoylardan tangniga o'xshash yasalgan yaloq kemini ishga otqu so'ratgan kemichilar yetib keldi. So'lullar Nuzugumni kemiga o'ltirg'izib elib mangdi. U o'zini qorshab turgan 4 so'lunni ishtirib etib, suvi sakirmoqchi bo'lib, bir necha qitim tamshaldi-yu, biroq baribir qutula olmaydiganligiga ko'zi yetib, to'xtab qoldi. Endi so'lullardan qutulishning boshqa yo'llarini izlab boshqa turmoqda. Uningga boqam o'zini izlab daryodan bu taraflarga o'talmay, u qatda kutib yurgandek belinib ketdi. U qachonli o'limga bel bog'lasa, boqamning qiyofati ko'z oldiga keladi. Bu qitimmu yana shundoq bo'ldi. Aslida odam degan ruhiy tushkunlikka berilib ketsa, o'lib elishmu oncha tas narsa emas o'xshaydi. Ammo tangsizlikka qarshi kurashib, o'zingni xorlagan dushmanlaringdan intiqom elib o'lish bu boshqa gap ekan. U chaqda qori yerdamu put-qo'lingni uzun sunib, arom xudo yotadigan o'xshaysan. Nuzugum mana shularni o'ylab etib, o'zini suvga tashlashdan yiltaydi. U yana o'lib ketsam boqam yolg'iz qoladi. Shuning uchun umid chirg'ini o'chirmasligim kerak. Qiyinchilik bo'lsa-mu, boqam uchun yashashim kerak, deydi. Nuzugum munu so'lullarning o'ziga qilayotgan muomalalariga qarab, ulardan ayrilib qochib ketish ancha qiyin emasdek qiladi deb o'yladi. Lekin eng muhimi bularning ko'ngliga gumon tushirib qo'ymaslik lozim. U mushunda qarorga keldi-da, o'ziga qaraganlarga ochiq chiroy bo'lishga tirishdi. Eli daryosidan o'tkicha beshini ko'tarmay yig'lab, hatto chiroyini tuzuk ko'rsatmay kelayotgan Nuzugumning daryodan o'tgandan keyin xushchiroy bo'lib qolganligini ko'rgan so'lullar, "Moti bu, chanto xotin sizga qarab kulyotdi. Sizni yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi juma." Bu gapni anglab, boyadan beri so'rin kelayotgan Motibu qaddini ruslab, shalang burutini to'lg'ab, "Mening qanday odam ekanligimni endi bilgansizlar" degandek, etining sag'risiga qamchi urib, Nuzugumning qishig'i keldida hejiyib qaradi. Nuzugummu kulimsirab qo'ydi. Cho'ng yultuzdagi Bayir Noyan bilan kuradagi Shisan Daloyiga birar qitim chiroy echib qaramagan. Kech kunduz yig'labli o'ltirgan bu cho'konning Motibuga kulimsirab qarashi uning ko'nglini osmon palak ko'taribdi. Motibuning boyadan beri bu xotinni akilayotman. Biroq el yurtning oldida yerga qaritib qo'ymasa bo'ladi-ku degan andisi yo'qolib ketdi-da, ishi o'ngga tortgandek bo'ldi. Qani, sumulga ot choptirib berib, kelin akilayotganligimiz haqida xush xabar aytinglar, dedi u yenidagi cheriklarning biriga. Ondan u tizgin siyirayotgan etining beshini burab, Nuzugumning belidan quchoqladi. Uning og'zidan chiqqan haroqning sesiq puruqi Nuzugumning dimiqiga urilib, qusqisini keltirdi. Shunglashqa u sulun amaldordan yerginib, o'zini chetga olmoqchi bo'ldi-yu, biroq sabr toqatlik bilan ochiq chiroy ko'rsatishga majbur bo'ldi. Yo'l Eli daryosidan o'tganda xeyli yergacha suv yoqilib o'sgan qo'mushduq va pakor tollarning orasi bilan tog' tarafga yuqorilaydi. Ba'zi yerlarda qilin o'sgan ekanliklar, mevasi munchoqlardek tovlanib turgan ziriq tikanlar va ularning oq yo'pirmoqlari ko'zga alohida tashlanib turadi. Daryoga kelgun kelganda suvga chilishib turgan yerlar sho'r o'rlab ketgan. Uningdan yiroqlagan seri u yer bu yerda cho'qchiyib, bo'y ko'rsatib turgan onda-munda to'g'riqlar, yo'lg'ullar, taskin bilan yontaq tikanlar ko'rinishga boshladi. Ba'zi yerlarning to'pilari chok-chok yerilib ketgan. Bir chaqda Motibu yana Nuzugumga yaqinlashib kelib, uning qo'llarini tutdi. Nuzugum bu qitimmu uningga qarab, majburan jilva qildi. Nima uchundir mush paytda uningga boyadan beri bo'lakchili so'rin ko'ringan so'lun ilgirkiga qaraganda bir obdali sezildi.
Nuzugum solunga sapsilib qarayverdi, umu o'ziga o'xshash yop-yoshli ekan. Uning ko'ngliga odam bo'lgandan keyin bularning ichida mu yaxshilari bordi degan o'y keldi. Nemishqidir, buning chiroyidan yomonlik qiladigan odamdek ko'rinmaydi deb faraz qildi. Nuzugumning chiroyi suzilib, chehrasida tabassum paydo bo'ldi. Buni sezgan Solun texmu hayajonlanib, nima qilarini bilmay, ho'sh qallasini yo'qitib qo'ygan odamdek mangdab qoldi-da, yana etini qamchilab, Nuzugumni agib yuqori tovan chepishga boshladi. Eli daryosidan bir ikki qitim o'tgan Nuzugum uning atrofidagi yerlarga bir qur sapsilib olgan edi. Lekin bu yerlarning manzarasi yana boshqacha edi. Yo'lning ikki chetida qator-qator qilib terilgan shalliqlar ko'rindi. O'rib bog'langan shallarning beshi yuqori qilib tiklab qo'yilgan edi. Neridagi egiz o'sgan chig'lar orasida o'tlab yurgan mollar ko'zga cheliqib turardi. Oralab samon, paxal bosgan harvalar uchraydi. Nuzugumni elib mangan solunlar sozliq va patqoqliq yo'llardan o'tib, bir chaqda atrofi sepil bilan qo'rshalgan mahallaga keldi. Va ularning biri etidan erg'ib tushib, sepil ichiga kiradigan qora darvozani yo'g'on echivetdi. Nuzugum bo'lsa, bu yerdan qassam darvozani qandoq ochaman degandek, solunlarning harakatidan ko'zini uzmay qaraydi. Bir pasdan keyin ular otlarini to'pirlatib sepil ichiga kirishdi. Sirtdan qaraganda onchi vala yo'g'on emasdek ko'ringan sumulning mahallalari cho'ng edi. Ko'chalarning ikki tarafida egiz o'sgan qora yog'ochlar, odam quchiqi yetmaydigan so'gatlar. Uchilariga qushlar uv silib poskinlashtirayotgan qopoq teraklar atrofiga soyi tashlab turadi. Moti buning Uyg'ur xotun akilayotganligi haqidagi xabar bor yo'qi bir necha yuz tutun yashaydigan bu mahallaga tezla tarqalib ulgurgachga uy-uydan yugurishib chiqqan qiyri cho'rilar bilan ushshaq bolalar ko'chaning ikki chetida turib, Moti bog'i egilib hurmat bildirishdi. Va uning yenida kelayotgan Nuzugumga sinchilab havas bilan qarashdi. Moti bu bo'lsa, o'zining kelishgan bir go'zalni akelganligini yurt ichiga namoyish qilay degandek otdan tushmay, xeyli yergacha nökarlarni agishtirib mongdi-da, ondan yenidagi biriga qo'lini shiltib sharat qildi. Shuningdan keyin Moti buning yenidagi odam Bugundan boshlab o'g'limiz Motiboning uyida to'y. Xaloyiq, bu to'yga hammanglar to'liq kelgaysizlar. Jakarchining bu gapini anglagan xalq texmu xushal bo'lib cho'qan selishdi. Ba'zilar bu xush xabarni anglamay qolganlarga "Hoy, yuringlar. O'g'limiz Chantolardan xotin akapti. Hammamizni to'yga taklif qilyotdi" deyishib, mahalladagi cho'ng kichikning hammasini Moti buning uyi tarafga boshlab mongdi. Bu yerdagi sirti suv olmagan, to'pisi uvilib tushishga boshlagan so'qma tomlardan yasalgan pokar uylarda ko'pincha monjularning chegaralarini ko'zitish uchun o'z zamonasida ichkari o'lkalardan ochiqqan solun shibalar yashaydi ekan. Nuzugum ularni Tangritog'dan to Jungar teg'igacha bo'lgan oraliqdagi chegaralarni ko'zatgudak deb anglagan edi. Bu mahallada asosan oshular turadigan o'xshaydi. Nuzugum bu yerda bo'layotgan Vangchunga aralashmay, ko'chaning chetidagi eriq bo'ylarida, daraxtlarning tuvida chas soqollari o'sib ketgan bir qancha Uyg'urning qo'lida anduva tutib, bu nima ishdu deb qarab turishganini ko'rdi. Nuzugum o'z huquqidan ayrilgan bu bechoralarga qarab cho'nqur nafas oldi. U balki bu uchlarga chekmang chopon, boshlariga yog'och to'pi kiygan odamlar ketman gurjak anduvalarni tutib turg'ini bilan ichida meni solunga xotin bo'lib bu yerga kelguncha ishdan beg'iga bo'g'ilib o'lib olsichu deb tillayotgandi deb o'yladi va o'zining mushu holga tushib qolganiga ichidan xijil bo'ldi. Shuning bilan billa bu odamlarning chiroyidagi o'ziga o'xshash juvonlar bilan qizlarga egidarchilik qilolmay, yot iqlimlarning qo'lida xorizor qilib qo'yganiga, ularni bu zulmatdan qutuldirib olishga chamisi kelmaydiganligiga ko'zi yetib, hasrat chekayotganligi sezilib turadi.
Solunlar Nuzugumning kang ho'yliga akirib otdan tushirdi-da, tomlari pakar ozoda uyga boshladi. Bu uyning ichi oldin ola tomlariga zilchi gilamlar. Ishik panjaralariga tovar durdullar tortilib yasalgan bo'lsa-mu, Nuzugum ularning hech qaysisiga qarab qo'ymadi. U faqat bu yerdan qanday qochib ketishni o'ylamoqda. Dard alam yurak bag'rini azmoqda. Bir chaqda uning qishig'a o'ziga o'ylanmoqchi bo'lgan Solun kirib keldi. Nuzugum uningga qarab majburan kulimsirab qo'ydi. Buni ko'rib xushal bo'lgan Motibu qo'llarini kerib uni quchoqlab oldi. Motibuning og'zidan chiqqan haroqning sesiq puruqi Nuzugumning nafsini bo'g'ib, ko'nglini oylantirib etdi. Lekin u o'zini majburlab savrlik bilan qo'lini Motibuning mo'risiga qo'yib, "Men sizni yaxshi ko'rib qoldim, lekin sizga mu ma'lum, bizning rasm qoidamiz bo'yicha nikohdan o'tmay turib qo'shilishga bo'lmaydi. Qanday qilsam bu chantu cho'konga yoqamankin deb beshi qaytib turgan Solun amaldori uning og'zidan chiqqan bu so'zlarni anglab va o'ziga jazbil qarab turganini ko'rib xushalligidan beshi ko'kka yetdi. Bu xotun Bayir Noyandan qochqini bilan muni da'vatgan so'zlariga qaraganda men rostli yaxshi ko'rdi ekan. Shundoq deganingga rahmat. Men Chantolarning rasm qoidasini yaxshi bilaman. U tarpidan xotirjam bo'lgan. Sen aytgandek, ikkimiz nikohdan o'tmaguncha men sana tegmaslikka va'da beraman. Menga hozir sening mush so'zlaring kifoya. Biroq aytgan so'zingdan yoltib qolsang, ya'ni meni ranjitib qo'ysang bo'lmaydi. Ranjisang, men seni kechirmayman. Egi sepilla bilan qo'rshalgan bizning bu mahalladan uchar qush uchib qutulmasa, odam bolasi qechib qutulolmaydi. Deb Nuzugumning qaytish o'yida bo'lmasligini askartdi Motibu. Solun amaldorining o'yini darhol sezgan Nuzugum uning ko'nglini xotirjam qilish uchun "Cho'ng yulduzdagi Noyan mening ko'nglimga yoqmadi. Shunlashqa qaytib ketdim. O'zingiz ayting, yaxshi ko'rmagan erkak bilan qanday qilib birga yashag'ili bo'ladi? Hamma narsani qora kishi orqali egillagan bilan ayol kishining qalbini egillash mumkin emas." Bu deganing to'g'ri. Men Bayir Noyanni sizdek yaxshi ko'rsam, cho'l bayovallarda ochilangish qaytib yuratdimmi? Siz uningga o'xshashmaydigan botir odamkansiz. Mundaq er kishidan qochmoq tugul, u qo'g'ilsimi uyining bo'soqsidan ketmayman. Qochadigan bo'lsam, beshimni palti bilan chopasiz. Ay, sen degan chiroyli xotin. Sana qo'l ko'tarishmi gunoh bo'la. Shundaq deganingizga rahmat. Endi men qochgan bilan nega boraman deysiz? Bu uyda o'zingni erkin tutib yurayva. Hech kim sening ko'ngliga azor bermaydi. Faqat sizdan birli tilikim. Bu yerning havosiga ko'nib, to'yni tugitib olgacha ko'nglimga bir oz aram bersangiz. Bo'ladi. Bu uyga men bilan xizmatchi ayoldan boshqa hech kim kirmaydi. Qanday xohlasang, shundoq aram eliyvergin, ha? Motibu aytgan so'zida turdi. Ular kelgan kuni boshqa uylarga yig'ilgan odamlar o'yin tomoshini qizitib, varang-churang qilishsa-mu, ammo Nuzugum tushirilgan uy xoli edi. Faqat 2 kundan beri to'y o'ynayotgan do'st og'ina va yaqinlari pat-patla Nuzugumni chaqirtqizib, uning chiroyiga to'ymasdan qarashatdi. Mushundaq go'zal ayolni qo'lga tushirgani uchun Solun amaldorini maqtishib, uningga kayni-kaynidan haroq ichiratdi. Sumuldagi shibalarning hammasi Motibuning to'limu baxtlik odam ekanligini so'zlaganda, u texmi xushal bo'lib ketadi. Ba'zida Nuzugumning qishig'i berib, o'zining ko'prak ichib qo'yganligiga kechirim so'ragandek bosh egib qo'yadi. Nuzugum bo'lsa, bu amaldorning texmi ko'p ichib, chopsonroq mas bo'lib, yerga yiqilib jimiqishini tilaydi. Shunga u, "Munda xushallik uchun ichmisingiz, qachon ichsiz?" Bu deganing go'ras. deb to'yga kelganlarning qishig'i chiqib, yana ichishga boshlaydi. Bu chaqda uyda yolg'iz qoladigan Nuzugum nima qilish kerakligi haqida o'ylaydi. Vaqt bo'lsa qistab kelyotadi. Birar amal tepib qaytish kerak. Ichkiridan ichkiri silingan bu uylardan qanday qilib bo'lmasin jonni sog' salomat ochiqish kerak.
Uning birdan-bir o'ylaydigani mushu to'yga kelganlarning hammasi mast bo'lib, o'zlari bilan o'zlari bo'lib atganda qechib ketish. Buningdan boshqa amal yo'q. Agar o'lishga to'g'ri kelsa, u tez-tez kirib, ko'nglini bearam qilayotgan sulun amaldor nikoh qiladigan odamni tepib kelguncha o'lib olish lozim. Nuzugum mushu ikki yo'lning birini chapsonroq tanlamasi bo'lmaydi. Shunga u oldi bilan qechib qutulishning amalini o'ylamoqda. Agar qutulib ketolmasa, u chaqda o'lib olish oson. O'ziga xanjar urib jahondan xo'shlashidi. U bir necha qaytim talog'i chiqqan bo'lib, atrofni ko'zitib boqdi. Qechish imkoniyati tug'ilsa, qayoqqa menish kerakligini ko'ngliga pukib qo'ydi. O'tgan qaytim Bayir Noyandan qochaman deb yo'lda och qilib, o'lib ketgili tas qolganligini esiga oldi. Yelimi yaxshi, uchoq talqon to'kdi kuz bo'lgani uchun meva-chevalar bilan oziqlanib, jinini saqlagan edi. Hozir kundan kunga salqin tushib, qish yaqinlashmoqda. Oraliqda bir qaytim ushuk tushib o'tgachgami, etizliqlarda qolgan ko'ktatlar bilan meva-chevalarning hammasi ushib ketdi. Shunglashqa qaytishdan avval mukunib, yo'shirnadigan dalada o'tqalab sing'udek bir narsalarni tayyorlab olish kerak. Yeydigan narsalarni elib olishni unutmaslik lozim. U mushundaq o'yga kelib, o'ziga kayni-kayndan akirlayotgan taomlardan non va go'shtga o'xshash narsalarni necha vaqtdan beri qishidan ayirmay yurgan tugunining ichiga selib qo'ydi. Uy ichini oqtirib yurib, tomoq pishirgudek kichikina mis qozonni tepib oldi. Bir chaqda uning ko'zi tomda issiqlik turgan xaltaga tushdi-da, o'rnidan turib ichidagi chaqmoqni oldi. Aslida bu g'ongzi silingan xalta ekan. Xaltini joyiga esib qo'ygandan keyin boshqasini unutib qolsam-mu, choy tuzni unutib qolmayman deb, ikki siqim tuz elib yog'liqqa alohida cheydi. U qechib qolgudek bo'lsam, darhol ochiqib ketgudek yerda tursin deb, yiqqan narsalarning hammasini editliq yerga tiqib qo'ydi. U yo'lga elib mong'udek narsalarning hammasi talto'kis bo'lgandan keyin endi qechish kerak deb o'yladi. Lekin qanday qilsam bo'ladi ekan deganda xiyol surib qoldi. Uning o'yicha bu yerdan kunduzi qechish mumkin emas edi. Shunga Bayir Noyanning uyidan qochgandek qorong'u tushganda bu yerdagilarning mas paytidan foydalanib qechish kerak degan qarorga keldi. Biroq uning beshida birdamning ichida sumul ichidan chiqib bo'g'icha sepil darvozalari yepilib qolsa-chu, u chaqda nega yo'shirniman? Yiliqi kunduzi ko'ygan Uyg'urlar qaysi uylarda turdigandu? Balki shulardan birarining uyini topsam, yo'shirni olg'ili bo'la. Deganga o'xshash o'ylar paydo bo'ldi. Kech kirib, solun amaldorining kiradigan vaqti soati yaqinlashgan seri Nuzugumning tashvish andisisi kuchayib, ko'ngli bearam bo'lishga boshladi. U nima bo'lsa-mu, oldi bilan oxirgi qaytim Xudoga yolvurib, keyingi chaqlarda beshig'i tongmay pokiz tutib yurgan yog'liqini joynamoz qilib namoz o'tdi. Yaratgan egisiga o'zining qilchi gunohi yo'qligini yana bir qaytim aytib, bu qaytim bu uydan saq-salomat qutuldirib chiqishini. Agar unda qilishga bo'lmasa, so'ygan yari boqamga pok va sodiq peticha u dunyoga akitishni yelinib tiladi. U namozni o'tab, joynamozni yig'ishtirib, gilam selingan uyning bir bo'lingida ishki talmirib o'ltirib, o'z ajlini kutdi. Dumbisidan o'mchik mengib o'tgandek teni shurkinib ketdi. U darhol xanjarining bor yo'qligini bilgusi kelgandek kamzulining sirtidan silab ko'rdi. Xudoga shukr, xanjar o'z o'rnida ekan. U yer-yo'lak bo'lish uchun yeniga boqim yetib kelgandek vujudida qandoqdir bir g'ayri tabiiy kuch paydo bo'lgandek ruhlanib ketdi. U yana ustozi Abdurahim Tamollaning Mahsun Gulnisa haqida aytgan vaqadagi Gulnisaning uzoq safarlarga ketgan Mahsundan qolgan xanjar bilan o'zini olmoqchi bo'lgan vazirni yerdar qilganligini. Shu xanjarning doim Gulnisaga hamroh bo'lib, umu beshig'i birar xatar kelsa boshqalarga tekkandan ko'ra o'zini halok qilishni o'ylab yurganda, oxir shu ishonch umidi so'ygan yori bilan qo'shilishga sabab bo'lganligini yana bir qaytim esiga oldi. Ustozi bu voqealarni shogirdlarga aytib bergan, lekin texi to'liqi bilan uni qog'ozga tushirishga ulgurmagan edi.
Nuzugum bir turib damollam hozir shular haqida yezivatamdikin debmi o'yladi. Rostilla uni bu yerdan sog'-salomat ochiqadiganmi? U dunyoga ketadiganmi? Boqamdan miros bo'lib qolgan mushu xanjar o'xshaydi. Birdam ustozini, birdam yurtida qolgan tuqqanlari bilan do'stlarini aslab o'ltirgan Nuzugumning o'yini g'izo akirgan xizmatchi ayolning yo'talgan ovozi bo'lib-o'tdi. U o'zining o'ylagan o'ylarini bularga sezdirib qo'ymaslik uchun xizmatchi ayolni ochiq chiroy qarshi oldi va uning kirgan tomoqini ko'ngillik o'ltirib yedi. Shu chaqda havo guldirligandek qattiq ovoz anglandi. Pencerege chaplangan qog'ozlar titrab, shildirlab ketdi. Nuzugum bu nima bo'ladi degandek tomoq akirgan ayolga qaradi. U guldirlagan bu ovozni sepilning darvozalarini taqash uchun aytilgan Po'ning ovozi ekanligini Nuzugumga taslikda tushuntirdi. Po ikki qitim aytilib to'xtadi. Endi qanday qilarman? Xudoyim qaytishimni ravo ko'rmagan o'xshaydi deb hasratlanib qoldi Nuzugum. Motibuning uyiga kelgan mehmonlar qaytishga boshladi. Nuzugum tayyorlab qo'ygan tugunini yana bir qitim ko'zdan kechirdi. Hamma o'z o'rnida. U xanjirini tutib, endi bu sulun chapsonroq kirsa bo'ladi. Ya uning jinini olsam, yoki o'zimning jini bilan xo'shlashsam, deb o'yladi. Chunki u jinini oyig'andan ko'ra, uning mehridan kechib, nomusini saqlab qolishni afzal ko'radi. Nomusini saqlab qolishni ayollarning birdan-bir fazilati deb biladi. Bu jihatda ba'zi bir ayollar ojizlik qiladi. Men ulardek qariyer bo'lib, bu dunyoda bosh ko'tarib yurgandan ko'ra, odamlarga ko'rinmay, u dunyoga ketkinim tuzuk. Uning oxirgi qarori mushu edi. Nuzugum har xil o'ylarga berilib o'ltirganda ikki tarafiga eg'anlab Motibu kirib keldi. U atigandan beri to'yga kelganlar bilan horoq ichib kayib bo'lgan bo'lsa-mu, chiroyi ilgirgidek surlik emas edi. U xuddi kichik bolalardek bo'ynini qisib, erkilab Nuzugumning qishig'i santirilib oran keldida, uning tizig'i beshini qo'yib qanqaydi. Ba'zida Nuzugumning bosh ko'zini siypab, nimalarindir demoqchi bo'ladi. Ammo uning tili kalvolishib, og'zi gapga kelmaydi. Motibu beshini Nuzugumning tizig'i qo'yib yotganda, uning tenini qo'rqinchli sezimlar egilashga boshladi. Ammo u bu amallarning as ho'shini bilmagidek darajada mas ekanligini bilib, uni o'yg'itib qo'ymay degandek titrab turgan aloqalari bilan xuddi kichik bolani papalagandek papalab tezroq uxultishga tirishdi. Lekin yosh juvonning munchilik mehribonlik bilan qabul qilganini sezgan amallarining uyqusi echilib ketdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atadagi programmamizda anglag'aysizlar. Nuzugum, sen o'zingni yo'qotma. Men seni yerning tagidan bo'lsa-mu izlab topaman. Nikah o'qitmadik-ku. Kishi avassam, chantola o'ylarda yo'qkan. Nikohni ati o'qisaqmi bo'ladi? Ko'chada mong'andan ko'ra, mushi irq bilan mangsam yaxshi emasmi? Xalqlarning ko'ziga tushmayman.